Ishlatgan tonalkalarimga 1 dan 10 gacha baho beraman. Birinchi o'rinda Maybelline'dan oxirgi olgan tonalkamdan boshlamoqchiman. Buni to'g'risi bu tonalkadan juda ham ko'p narsalarni kutgandim. Yuzim quruqligi uchun yuzimga такой сияющий finish beradi, shunaqa deb o'ylagandim. Rostdan ham shunaqa finishlab berar ekan, chiroyli qilib qo'yar ekan, lekin plotное покрытие emas. Shuning uchun 10 dan 8 beraman bunga. Bunga 10 dan 8 beraman. Nimaga desanglar, quruq yuzimga ozgina bilinib, g'alatiroq bo'lib qoladigan odati bor. Birarta zo'r qo'yiladi, birarta umuman yutuq qo'yiladi, kayfiyatga qarab. Shuning uchun 10 dan 8 beraman. Shiglamda tonalkasi. Bunga 10 dan 6 beraman. Juda ham plotный, yuzimga umuman tushmadi, to'g'ri kelmadi, sarg'aytirib qo'ydi. Shuning uchun menga lично tushmadi, balki boshqa odamlarga tushgandir. Bunga 10 dan 6 beraman. Kollagenda tonalkasi, menimcha buni ko'pchilik ishlatib ko'rgan, qaranglar, ahvoli chiqib ketdi. Bunga 10 dan 10 baho beraman. Juda ham yuzga zo'r tushadi, сияющий finish beradi. Bitta xatosi bor. U xatosi buniki emas, meniki desam bo'laveradi. To'q rangini olib qo'yganman, yuzimni nihoyatda qop-qora qilib qo'yadi. Lux Visajni yangi olgan tonalli kremim. Bunga ham 10 dan 10 baho beraman. Покрытиялari hamma narsasi zo'r, finishi ham menga yoqadi. Quruq yuzimni yaltiratib chiroyli qilib qo'yapti. Yog'li yuzlarga ham, quruq yuzlarga ham to'g'ri keladi. 10 dan 10 beraman bu CC kremga. Bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qismida qolganlarini qo'yaman, kutinglar.